Programımızdan xas namini Nazife ve Nefise markasidagi oshxona buyumlarini bozorga silib, iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishgan Xinjiang Nazife Pan-texnika chekli shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Merva ve Nazubag markasidagi quruq yal yemishlarni bozorga solgan Fujo Fangta ta'minlash zanjiri shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga qush anbar sog'lomlik ozuqliklarini ishlab chiqarib bozorga solgan Xinjiang Anbar xalqaro savdo chekli shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni Mahbuba kiyim-kechaklarning yangi markasi Xinjiangning bosh vakolatchiligini olgan Nongdan xonim-qizlar kiyimlari alohida qo'llagan. 经过水、土、火的合成，大火的烧制，在匠人精心的绘画打造下，我就这样诞生了。我来到一个温暖的家庭，在这里每天都有温热的茶的温度。 Turmush sifatiga ahamiyat berish mening intilishim. Mayli qayerda bo'lay, sog'lik ham sog'lomlikni o'zimga hamroh qilib keldim. Go'zal bog'larning har xil mevalaridan tabiiy quritib tayyorlangan Merva quruq yemishlari mening ham sizning eng yaxshi tanlashingizdir. Oftob so'g'isi Merva. İzlendim, oylandım, esledim. Aşu qadimdan qalğan doğru üsümlik xuruşlardan tücübilep, qadimiy retseptni zamonaviylashtirib, hammaylanga mo'zi kampitini chin ko'nglimdan sundum. Xush anbar. Şirketi Nongdan markası. Salam, qalb ozodligini san'at osmonimizdan izlab, bizni ko'rishga, san'at nomerlarimizdan huzurlashga bitaqat bo'layotgan ekran oldidagi har millat ko'rman do'stlar. Salam sahnimizdan ma'naviy zavq izlab naq maydonga yetib kelgan san'at gulzorimizning aziz shaydalari. Bulbul uchun sayrashqa gulzor g'animat, inson uchun hayotda didor g'animat. Qadrli do'stlar, biz programmamizni ajoyib hayajon ilikida boshlab turibdik. Chunki texi yaqindala poytaxtimiz Beyjingdan taralgan ikki yig'inga oid xush xabarlar avtonom rayonimizdagi onlarning donisidek zich uyushib, jasorat bilan ilgarilayotgan har millat xalq ommasini hayajonga soldi. Ushbu damlarda har millat do'stlar Tianshanning janub va shimolida, Etiz bo'ylarida, kan korxonalarda emgak naqshlarini yangritib, ilimizning, jumladan avtonom rayonimizning taraqqiyotiga bir kishilik hassa qo'shish irodasini bildirmoqda. Nazife Didar Universal Sanat Programmasi yenidan yo'lga qo'yilgan cho'ng tipdagi universal sanat programmasi bo'lib, siz bu programmamiz orqali san'atning har qaysi turlari bilan uchrasha olasiz. Shundaqla o'tmishdagi go'zal mo'nglar bilan siz eng yaxshi ko'radigan dangliq san'atkorlar bilan mushu sahnada didorlasha olasiz. To'g'ri aytdingiz Ramila. Xaridoring bo'lmasa zibolig'ing ne kerak deganidek, mana biz Avtonom rayonimizni madaniyat bilan ozuqlantirish chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, o'zimizning san'atlik tuyg'ularimiz bilan go'zal turmushimizga bo'lgan minnatdorligimizni ifodalash safariga otlanganimizda korxonchi do'stlarimizmi biz bilan hamsafar bo'lib, o'zlarining qo'llash hissiyotini hargiz ayab qolmadi. To'g'ri deysiz Nijat. Mana shunday programmalarning muvaffaqiyatli suratga ilinishi uchun bizning san'at suyar korxonchilarimiz bizni izchil qo'llab kelyapti. Mushu munosabatda Nazife Didar Universal san'at programmamiz bilan hamkorlashgan barliq korxonchilarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Nijat,
aldı bilan programmamizni qo'llagan bizning korxonchilarimizni tanishtiraytamdi. Bo'ldi. Hayajon ilikida ularning muborak nomini tilga ilib o'taylik. Didar Universal san'at programmamizning xos nomini Xinjiang Nazifa fan texnik cheklik shirkati o'z ustiga oldi. Hamkorligimiz ko'ngilli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nazifa Didar Universal san'at programmamizni Fuju Fangti zanjirsimon ta'minlash shirkati alohida talab qildi. Nazifa Didar Universal san'at programmamiz bilan Xinjiang Anbar xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashdi. Hamkorligimiz ko'ngilli bo'lsin. Nazifa Didar Universal san'at programmamizni Mahbuba kiyim-kechaklarining yangi markasi Xinjiangning bosh vakolatchiligini olgan Nongdan xonim qizlar kiyimlari alohida qo'llagan. Hamkorligimiz ko'ngilli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Xinjiang Uyul xalqaro savdo cheklik shirkatining bosh lideri Ablimit Mijit xush kelibsiz. Didar G'animat. Xinjiang Alxos savdo cheklik shirkatining bosh lideri Ablahat Didar G'animat xush kelibsiz. Didar G'animat. Xinjiang Tabassum xalqaro savdo cheklik shirkatining bosh lideri Yusufjon To'xt xush kelibsiz. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Didar G'animat. Onun başqa yana Moligirin sılıqlaş maylarının Jungodagi baş vakalatchisi Xinjiang Karvan mablag'chilik shirkatining vakili Olim Kerem Didar G'animat. Didar G'animat. Dijat. Xo'sh. Mush paytda programmamizni alayda qo'llagan, xos nomimizni olgan, talab qilgan, hamkorlashgan korxonalarning vakillarining yurak so'zini anglaytamdi. Qandoqda Fuju Fangti zanjirsimon ta'minlash shirkatining bosh lideri Mihray Urkash Didar G'animat. Yaxshimi ko'pchilik, men bugun Nazifa Didar Universal programmasiga qatnashganligimdan nihoyatda xursand bo'ldim. Men 2011-yili Fujiandagi oliy maktabga o'tgan yildan boshlab maktabda kichikina 6 pinfanlik quruq meva do'koni ochib, ta hozirgacha mushu kasbiy hayotimni davomlashtiryapman. Mushu jarayonda oldi bilan Xinjiangdagi yerlik mahsulotlarni ichki o'lkalarga setish, keyindan yana biz taraqqiy qilib, mush yurtimizning, mushu Xotanning, Oqsuning meg'iz ham yong'oq meg'izi ham yong'oqlarini Yevropa ellariga eksport qilish, ham chet ellardagi yana o'sha quruq mevalarni, po'stiq mevalarni mushu bizning Jungodagi ishkir ellardagi ham mushu o'zimizning yurtida import qilish kasbi bilan shug'ullanyapmiz. Mening mushu yo'lda ketganimga to'p-to'g'ri 12 yil bo'libdi. Mening mush tunji qatim mushta program qatnashishim ham tunji qatim mush Xinjiangdagi pachi bozorini etishni o'ylab qilish planimiz. Shunlashqa bizning yoshlarimizga mos keladigan Marva markasidagi uşaq yeməklik o'rnida yeyishga mos keladigan o'quvchilar, bolalar maktabda iste'mol qilsin bo'lgan kichik o'ralma qapliq mahsulotlarimizni tayyor qildik. Ham Nozik bog' ne'matlari markasidagi har xil murosim faoliyatlarga mos keladigan oila yurishliklari qatorliq mahsulotlarimiz olib keldik. Buning ichida xoma, o'rik mag'izi, mushu shinnilik noyati tabiiy obdab qurgan anjir qoqlarimiz, bizning po'stiq meva, quruq mevalarimiz bor. Mening arzoyim bizning mahsulotlarimizning sog'lomligiga, texmi sog'lomlik, quvvatiga texmi quvvat qo'shishini arzu qilib, sizni yaqinlashtirdim. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Ijod programmamizni nihoyatda yuqori kayfiyatda xushallik bilan boshlab oldik. Unda bo'lsa, tuvanda o'tgan aziz mehmonlarimiz, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bizning san'at nomerlarimizni ko'rishga intayin taqozo bo'ldi. Bulduramila, bu kechada Nazifa osmonida bizning san'at yo'limizni yo'ritayotgan chiroyli yo'lduzlarimiz ajoyib juloliq chaqnamoqchi. Bizning bu beg'imizda xushpuroq gullarimiz po'raklab ichilmoqchi. Qandoqda ulardan julib ilib chekimizga qisayli, ular bilan birlikda usul samolag'i tushayli. San'atkorlarimiz sahnamizga marhamat. Marhamat.
way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned feeling. Aziz görmənlər, Nazifə Didar Universal Sənət Proqramısı yaxşı riyasətçi dostum Ramilə Hüsən və sizlərinin riyasətçi biradırınlar Nicat və Liyaqıbның riyasətçilikdə diqqətinizdə buluvatıdı. Proqramımızın məzmunlarını yaxdırıb görüb atqan buluşuqlarını için könlümüzdə ümid qılımız. Ramilə, muşu bizning proqramımızda yaş artistlerimizin ustazlarının naqşlarını vayığa yetkizib o'rlayotgan minutlarını ko'rganimizdimi? Gerçi davr almışıb turayotgan bo'lsa-mu, yillar yengilib turayotgan bo'lsa-mu, o'lmas asarlarning yana davom etayotganligidan xursand bo'ldik emas. Bu so'zni qilishimdagi sabab navbat sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan san'atkorimizning balkim boshqa naqshlarini siz jiq anglagan bo'lishingiz mumkin. Albatta, biz hozir nihoyat hayajonlanib sahnaga taklif qilmoqchi bo'lgan bu naqshimiz bo'lsa, Güher Hoşur. Men Güher adamning naqshlarini intayin yaxshi ko'rib anglayman. Kirpigimni jingna qilib, dil rishtimni jib, do'ppa tikdim mehrim bilan ishqimni berib. Mushunaq bir chiroyli melodiyasi bor, pek chiroyli. Bugun ashunaqsini aytib berami, qaysi naqsini aytadi? Bugun Güher adam bizga yana xalq kuylaridan birini hadiya qilmoqchi. Shundami? Güher adamning mana shuningdek xizmat paytlarida vaqt ichidan vaqt chiqarib programmamizga qatnashganligi, albatta xalqni seg'inganligi, ko'rmanlarni seg'inganligi deb o'ylayman. Qani undaqda xalqqa yoqadigan xalq naqsi bilan salomimizni yo'llaylik. Qani, marhamat. Marhamat.
Şinjanның xas namını Şinjan Nazife Fen Texnik şirketi öz üstüge algan. Merva ve Nazubağ nimetleri markasidagi import quruq yel yemişlerini bazağı sağan Fuju Fanta Zincirsiman Ta'minlash şirketi programımızda alayda talab qildi. Programımız bilan Şinjan Anbar Xalqaro Savdo şirketi alohida hamkorlashgan. Nazife Didar Universal sanat programımızı Mahbuba kiyim-kechaklarning yangi markasi Şinjanның bosh vakolatchiligini olgan Nongdan xonim qizlar kiyimlari alohida qo'llagan. Biz mana shu shirkat o'rinlariga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundoqla hamkorligimizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sağlam oziqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gul shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Güzel bağlarning sarxil meyvelerden tabiiy quritib tayyorlangan Merva quruq yemishlari mening ham sizning eng yaxshi tanlashingizdir. Aptab soğusi Merva. Sağlam tanda saf aql. Sağlamlik safarimizda bizga xush ambar mahsulotlari hamroh bo'lsin. Xush ambar sağlamlik ozuqliklarini ishlab bozorga solgan Şinjan Anbar Xalqaro Savdo şirketi. Mahbuba kiyim-kechaklar shirkati Nongdan markasi. Şinjan Al-Xas Sodichaklik şirketining bosh lideri Ablahat Abdurahman xush kelibsiz qarshi olamiz. Men Al-Xas Xalqaro Savdo şirketining qurg'uvchisi Ablahat Abdurahman. Bugun Nazifa Didar Universal san'at programmasiga qatnashganligimdan nihoyat xursandman. Ko'pchilik rahmat. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Nazifa Didar Universal sanat programmasi. Shundoq programmamizda 50 ga yaqin nodir nomerlarimiz bilan sizlarga bo'lgan muhabbatlik hissiyotimizni va salimimizni ifodalab turibdik do'stlar. Siz musiqa anglashni yaxshi ko'ramsiz? Men musiqa anglashni bek yaxshi ko'raman. Masalan? Men musiqani go'zal bir hikoya deb qarayman. Ba'zida biz bu hikoyada intayin xushal, ba'zida biz bu hikoyada intayin muңлуq, parishon. Shundoq albatta musiqa dal bizning o'y xiyolimizni, tafakkurimizni to'g'ri ifodalab beralganligi uchun biz o'zimizning hissiyotimizga, shu vaqtdagi kayfiyatimizga asosan shuning munosib musiqalar orqali tasalli tepishni va yoki kayfiyatimizni texnik yuksaklikka ko'tarishni intayin yaxshi ko'rdik ekanmiz. Kichigimdan uydachu bir dutar esiqliq. Dadam bek ustamas dutar chalishga, lekin tankash qilib beradi-chu uyda. Men usul o'ynaydim. Shuningga kichigimdan hozirgacha bir san'at maktabini bitirib, bir musiqa soz o'rganmaganimga, dutar chalishni o'rganmaganimgacha bir afsuslanaman. Amaliyotda soz to'g'risida so'z ichilgan chog'da menda shundoq bir afsuslik bor. Lekin xushliqim shuki, mening oilamda dadam har qitim ravobni qo'liga olganida biz usullarga tushimiz, uyimizning kayfiyati to'liq shodmon bir kayfiyatga cho'midi. Amaliyotda shuning o'zi inoq jamiyatda kunda oyam degan so'zning simvoli bo'lsa kerak. Qadrli mehmonlar, biz bugun yana bir san'at nomerini, ya'ni tambur bilan o'rinlangan ajoyib jo'shqin bir melodiyani do'stlarimizga ko'ngil hadiyasi sifatida tayyorladik. Mening cho'g'an chaqda navbatdagi nomerni ko'rgandiki do'stlarimiz biz bilan tang ajoyib qaynam tashqinlik kayfiyatga g'arq bo'lishi mumkin.
til san'ati kishidan intayin mo'l saviya va so'zmanlikni talab qiladigan bir turdir. Bugunimizda buni voyaga yetkazib kelayotgan iste'dodli riyosatchimiz Nijat Vali Yoqubni kasbiy natijalar bilan til san'atimizning davrimizdagi eng nodir vakili sifatida tilga ilishga haqliqmiz. Onun riyosatchiligida texmu qimmatini topgan Jahon ayniki, Ipak yo'li sadosi qatorliq ko'plagan nodir programmalar ilhom olqishlanmoqda. Onun bayonlaridagi ustoz diktor riyosatchilarni eslatadigan fasohat, yoshlarga xos jo'shqin jangovarlik hammamizning qoyilligini qo'zg'asa, o'zi yangidan qadam qo'ygan naqsh sohasidagi yangi natijalari, ya'ni o'zi o'rinlagan yiqimliq klassik chatma naqshlari hammamizni zuhlandirdi. Ajr manzili hech birimizni quruq qo'l qaytarmaydi. İşinimizki san'at beg'ining tirishchan bag'vonlaridan biri bo'lgan Nijat Vali Yoqubning yoshli qadamlari texmi utuqliq bo'lg'isi. Kecelede tulun ayga karattın mini. Kecelede tulun ayga karattın mini. Aşkın bilen bulbul kabi sayrattın beni. Aşkın bilen bulbul kabi sayrattın beni. Gülzarım sen, cananım sen, gülzarım sen, cananım sen, estesen bilen billa ötüşke vedileşken aydın keçiler. Estesen bilen billa ötüşke vedileşken aydın keçiler. Agri toqay Toqaylıqda sayraydı bir cüp torgay. Toqaylıqda sayraydı şuq bir cüp torgay. Etdigəndin ta keşkçe sayrap kanmaz. Tağidırlar munğa çöküp anlap kanmaz. Etdigəndin ta keşkçe sayrap kanmaz. Tağidırlar munğa çöküp anlap kanmaz. Köydüm ben sana, anla cananım.
deryada körük yok. Egiz asmanda törük yok. Akar deryada körük yok. Cimi alem guva bulsun, senindin başka yarım yok. Cimi alem guva bulsun, senindin başka yarım yok. Egiz asmanda ayım sen, könglimdeki yarım sen. Egiz asmanda ayım sen, könglimdeki yarım sen. Akşimi karanguda yandırgan çırağım sen. Akşimi karanguda yandırgan çırağım sen. Akşimi karanguda yandırgan çırağım sen. Programımızdan xas namini Nazife və Nəfisə markasidagi oshxona buyumlarini bozorga silib, iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishgan Xinjiang Nazifa Pan-texnika cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Merva və Nazubog markasidagi quruq yal yemishlarni bozorga solgan Fujo Fangta ta'minlash zanjiri shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga qush anbar sog'lomlik ozuqliklarini ishlab chiqarib bozorga solgan Xinjiang Anbar xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni Mahbuba kiyim-kechaklarining yangi markasi Xinjiangning bosh vakolatchiligini olgan Nongdan xonim-qizlar kiyimlari Güzel bağlarning har xil mevalardan tabiiy quritib tayyorlangan Merva quruq yemishlari mening ham sizning eng yaxshi tanlashingizdir. Aptab soğusi Merva. Sağlam tanda sog' aql. Sog'lomlik safarimizda bizga Xush Anbar mahsulotlari hamroh bo'lsin. Xush Anbar sog'lomlik ozuqliklarini ishlab bozorga solgan Xinjiang Anbar xalqaro savdo cheklik shirkati. Pulunuzda tejimekçi bolsanız Molligirin Abdol'unu işiltin. Çünkü Molligirin Abdol'u pul tejaydigan Abdol. Məsuliyyətçən kişilərin tanlışı Molligirin Abdol. Telefon və öndedar 13 5 tane 9 75 75. Hakiki import kılıngan Abdol Molligirin. Didar Universal Sanat programımızda siz numara o'ralab bo'lib ko'rsak boshqacha bo'ldi ekan ha? Albatta, har bir hissiyotning ta'mi o'xshamaydi, bizga berilgan huzur o'xshamaydi. Bu sahnada do'stlar uchun mikrofonni qo'limga ilib riyosatchilik xizmatida bo'lgandan boshqa yana naqshi etib, sizdek suyimli qurdoshlarimning ziyoratini qabul qilish balki mening mushu mazgillik hayotimdagi eng chiroyli xotiralarim bo'lishi mumkin. Rahmat Nijat. Men tuanda o'tirib naqshingizni anglag'ach, bizning kichik bola do'stlar desak bo'ldi-ku. Shunda Bala do'stlar vaqtimiz, oliy maktabni o'qigan vaqtimiz, keyin hozirgacha mushu cho'ng bo'lish jarayonimizni aslab o'tirib, sizlardek do'stlarimning bo'lgandan, sizdek do'stimning, sizdek kasbdishimning bo'lgandan bak hayajonlandim, bak suyundim. Rahmat Ramila, albatta mushundaq hissiyat menimcha tövanda o'tirgan bizning nurg'un davrdoshlarimizga, qurdoshlarimizga o'rtaq bo'lishi mumkin. Bir-birimizning xo'shalligimizni huzurlanib, tang ilgirlash yo'lida o'rtaq tirishchilikka o'stib, mana mushundek programmamizga rejissorlik qilayotgan ustozlarning yetaklashi bilan qadamma-qadam olg'a ilgirlash menimcha hayotimizdagi bakmi xayrli minutlar hisoblanadi. Albatta, intayin güzel. Nijat haqida mening atrofimda mendan Nijatni so'raydiganlar intayin ko'p. Shundami? San'atkorlarning, artistlarning, riyosatchilarning turmushiga bak qiziqamiz. To'g'ri. Ba'zilar so'raydi, Nijat shunda yashashni huquqi deb.
Qachonlar qarasak doyinglarda sayohat qilayotgan, o'ynayotgan, shunda xo'shal vaqtlarni ko'ramiz deydi. Men nima deb javob berdim bilamsiz? Nijat hayotni bek suydi dedim. Siz faqat uning sayohat qilayotgan xo'shal damlarini ko'rdingiz. Uning nayda tirishchanlik bilan kechini kunduzga ulab, mushu riyosatchilik sahnasida oldingi qatorda turayotgan mushu jarayonga kelish jarayonini siz hargiz tasvirlayolmaysiz dedim. Rahmat Ramila. Anda men yana dedim. Nijat ota-onasini bek yaxshi ko'rdi, qarindoshlarini bek yaxshi ko'rdi dedim. Men har vaqt mush undidarlarda chiqargan har bayramlar bo'lsa, chiroyli opangizga avatgan dastugullaringiz, chiroyli so'z iboralaringiz, hatto o'zingizniki jiroq to'p qilib opashni ko'ramagan vaqtlaringizda pul orqaliqmi ko'ngil izhor ifodalash. Bu cho'qim biz o'rganishga tegishli bir alohidlik. Chunki hammamiz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz, qarindoshlarimizni yaxshi ko'ramiz, ifodalashimiz kerak ekan, deyishimiz kerak ekan. Opam men seni yaxshi ko'raman, dadam men seni yaxshi ko'raman, hatto aka men seni yaxshi ko'raman, akangizning o'g'linimi xuddi o'zingizning o'g'lidek yaxshi ko'rsiz. Bu jarayonlarni biz boshdan oxir ko'rib turibdik. Men shunga deyman, Nijat bek baxtlik, ham o'zini shu dunyodagi eng baxt egiz qilish uchun to'xtamay izlanayotgan, tirishayotgan mening shunday faxrli do'stim deyman. Rahmat chiroyli Ramila, so'zlaringizdan xursand bo'ldim. Ko'p ortiq maqtavatdingiz. Amaliyotda hammamiz o'xshash bir armonlar bilan o'xshash niyatda tirishquchilar. Sizningmi kasbchilik tirishchanligingiz va oilaga bo'lgan mas'uliyatchiligingizdan o'zdirilib, zo'qlanib, ham sizlarning riyosatchilik taklifinglarni topshirib olganimda qo'ldosh riyosatchi kimga, hamroh riyosatchi kimga degan birinchi savol bilan siz ekanligingizni bilib, putim bilan emas, beshim bilan yugurib keldim desam ortiq ketmaydi. Biz hayotda yashadik deymiz, amaliyotda hayot bizda yashaydi ekan, yashaydi ekan. Biz uningga qanmaydi ekanmiz. Shunlashqa umrimizning har bir faslini suyib yashash bu bizning burchimiz ekan. Albatta men shunday bir oilada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Bug'doy nening bo'lmasimi, bug'doy so'zing yo'qmi? Tapqini gul keltira, tapamig'ini bir bosh piyoz deb boshqalarning chiroyli so'zlari bilan, kichikini ko'ngli bilan xush qilib elishni orzulaydigan, cho'ng biladigan bir oilaning tarbiyasida cho'ng bo'lganligim uchun, balkim har vaqt boshqalarga xushallik yetkazish va yoki eng oldi bilan mehr muhabbatni özünü süyüş ve aile azalarını süyüşten başlaş gerekkenligini bilip çoğun olgan bolsam gerek. Şundak bolganlık için etrafımda yana sizlerdek manım şundak manı hürmetini, mehri muhabbetini aymaydigan durgun kurdaşlarım var. Nazife Didar Universal Sanat programımızda ameliyatı bizime hediye kılış arkalı hoşallık deyip vattımız Ramila. İskılıvatamsız. Sanatkarlarımızı hayacan bilen sahnimizge teklif etkenimizde bizning xaridarligimizni qilib, bizni kichik ko'may izzatlab, mushu sahnimizga kelyapti. Shundaqla sahnimiz orqali Nazifaning himmati bilan Didar Universal Sanat programmasida o'zining xush ovozini, san'atdagi ortiqchiligini har millat do'stlarga bayon qilyapti, hadiya qilyapti. Demak, amaliyot bizning hayotimiz so'zimizning boshlanishida aytib o'tgandek, o'zaro hurmat qilish, o'zaro beg'ishlash, o'zaro apuchan bo'lish, shundaqla o'zaro qo'llash bilan ajoyib go'zalka. Mush fursatda bizning do'stligimiz texmi uzun bo'lsin. Rahmat Ramila. Xinondaqda endi meni maqtashni oyoqlashtirib, yana davomli texmi isil sarxil nomerlarimizni ekran oldidagi naq maydondagi tomoshabinlarimizga baxsh etaylik. Chunki navbatda sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan artistlarimiz haqiqiy kasbiy san'atkor atiladi. Ularning oldida biz o'rganchi Xinondaqda qushqa sho'simi qassob so'ysin deb san'at peshvolarini, ustalarni hurmat bilan sahnamizga taklif etaylik. Rahmat, marhamat. Marhamat. Her bir kışta ming baxt ba bu didar anga misal. Çünkü tapqan sahnimizda barcha san'at tang visal. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, g'animat paytlar hamisha nihoyat tez o'tib ketadi ekan. Bizning bu qadamqi ajoyib ko'ngilli chaqlarimiz vaqt e'tibori bilan mishada oyoqlash oldida turdi. Biroq bugungi programmamizda xo'shlashishimiz keyingi programmamizda teximiz sarxil mazmunlarimiz bilan sizlarni kutib derak belgisi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Her bir qishda ming baxt bor. Bo'ldi darang misal. Chunki tapqan sahnimizda barcha san'at misal.